Assalomu alaykum. Bugungi temamiz qo'rquv temasi. O'zi ilohiy qonunlar darsliklarini kompleksini yaratilindi va buni bitta-bittalab berib boriladi. Lekin qo'rquv ham bu muhim hisoblanadi va qo'rquvni bugun bizani eshituvchilarimiz, tinglovchilarimizdan murojaat kelib tushganligi uchun ular uchun yana ham yoritib, yana ham tushuntirib berishga qaror qildik. Shuning uchun hozir boshlaymiz. Xohlovchilar hozir qo'shilib olishsin. Keyin davom ettiramiz. Ungacha o'zim haqimda gapirmoqchi edim. Mani ismim To'xtayeva Nigora. Man hozirgi paytda pedagogicheskiy, ya'ni Ali Nizomiy nomidagi Davlat pedagogika universitetida psixologiya yo'nalishida o'qiyman va hozirda psixologiya bilan shug'ullanyapman. Xo'p. Bundan oldingi ma'lumotim umuman psixologiyaga aloqador bo'lmagan. Bu menejment yo'nalishida, ekonomika yo'nalishida bo'lgan va ko'p yillar men shu yo'nalishda faoliyat yuritganman. Hozirgi kunga kelib psixologiyaga qiziqib, psixologiya bo'yicha bilimlarimni yana ham oshirib bormoqdaman. Bundan tashqari, rossiyskiy malaka oshirish kursida ustozim Nesipay kurslarida o'qiganman va Nurlan Nesipay va ulardan juda ham ko'p ma'lumotlarni oldim va bugungi kunda shu ma'lumotlar asosida darsliklar yaratilingan va hozir aynan shu darsliklardan bitta qismi qo'rquv temasi bo'yicha gapirmoqchi edim. Qo'rquv o'zi bizada qanaqa vazifani bajaradi? Inson o'zi tug'ilganda unda ikkitagina qo'rquv bo'ladi. Bu birinchisi balandlikdan qo'rquv va ikkinchisi bu baland tovushdan, baland ovozdan qo'rquv bo'ladi. Qolgan hamma qo'rquvlar insonni hayoti davomida orttirilgan bo'ladi. Demakki, biz qo'rqishni o'rganib boramiz. Xo'p, endi qo'rquvni qanaqa formalari bor? Qo'rquvlar ikki xil bo'ladi. Bittasi fobiya, ikkinchisi bu oddiy qo'rquv. Qanaqa qilib ajratib olsa bo'ladi? Oddiy qo'rquv bizda hayotimiz davomida. Assalomu alaykum Muhayyo, yaxshimisiz? Qo'shilib borishyapti sekin-sekin ishtirokchilar. Haqiqiy qo'rquv bu shu o'zimizning oddiy qo'rquv bu hayotimiz davomida bo'lgan voqealar. Ya'ni biz bilamiz, biz bir marta bizani mushu tirnab olgan edi va bolaligimizda va endi bu narsa qo'rquvga aylandi. Yoki o'sha kichkina bolacha ketyotdi, yoshligida kuchi unga vovulladi, qo'rqib qoldi. Yoki o'sha siz chaqaloq edingiz, beshikda yotgandingiz, qanaqadir baland tovush chiqib ketdi, cho'chib uyg'onib ketadi bolalikda va hattoki katta bo'lguncha ham u uyqusida o'sha bo'ladi-ku, seskanib ketamiz uxlab yotgan paytimizda. Ana o'shanaqa paytda seskanib o'rganib qolamiz. Demakki, agar sizda shunaqa uxlab yotganingizda seskanib ketish bo'ladigan bo'lsa, demakki, bilingki, bolaligingizda sizni kimdir shunaqa uxlab yotgan paytingizda qattiq qo'rqitib yuborgan. Bu hattoki bolalikda emas, podrastkovoy paytda bo'lishi mumkin, yoki yoshligimizda, даже bilmagan paytimizda ham bo'lishi mumkin. Yangi qo'shilganlarga assalomu alaykum hammaga. Hozir Instagram ham faollashib qolishdi. Va Telegram uchun ham alohida salomlar.
Bugungi temamiz qo'rquv. Endi qo'shilganlar uchun hozir o'sha qo'rquvni turlari haqida gapirayotgandim. Ikki xil qo'rquv bo'ladi. Bu o'zimizning hayotimizda bo'lgan voqealar qo'rquvlari va bo'lmagan narsalar, ya'ni bizning hayotimizda o'sha narsa bo'lmagan, hech qachon bo'lmagan, lekin qo'rquvimiz bor. Nimadanligini ham bilmaymiz. Misol uchun menda ishxonamda bitta kollegam bor edi, u qo'lini mana bunaqa qirs qilib qirsillatishadi-ku, o'shanaqa qirsillatganda yomon bo'lib ketardi. Shunaqangi yomon bo'lib ketardiki, hattoki uni qo'li og'rib qolar edi. Aytadiki, mani qo'lim xuddi birov qirsillatsa ham qo'lini deydi, men o'zimni qo'limda shunaqangi qattiq og'riq his qilaman deydi. Mana bu fobiya. Chunki men undan so'radim, sizda dedim, bo'lganmi shunaqa, sizni qo'lingiz singanmi, yo'q qirsillab ketganmi, oyog'ingizda qatadir shunaqa bo'lganmi desam, yo'q degan. Bilmayman qayerdan bunaqa, lekin shu qirsillatganda hattoki shunaqangi og'riq turadi. Haqiqatdan ham xuddi meni qo'limni, barmoqlarimni sindirayotgandagi og'riq his qilaman deydi. Ana shunaqa paytda bu fobiya hisoblanadi. Fobiya endi oddiy qilib aytadigan bo'lsak, xuddiki bitta bizani buvlarimizda, ulardan oldingi ajdodlarimizda bo'lgan og'riqlar bizaga xuddiki bir gendan o'tgandek deb tushunishimiz mumkin. Tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun-da. Chunki u informatsiya ham qayerdandir kelgan-ku, bizaga o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Nimaga endi aynan shu qo'lni qirsillatishdan qo'rquv? Nega endi misol uchun boshqa narsadan emas? Boshqa bitta yana insondan eshitganimda, ustozimdan, ularda mushukdan shunaqa qo'rquv bo'lgan. Ularning hayotida hech qachon ularga mushuk hujum qilmagan, lekin u bilan ishlanganda shunaqa ma'lumot kelib chiqqanki, xuddiki ularni farzandini yovvoyi hayvon, o'sha tigr, tigr, именно mana bu pushistasi bor-ku, tigr yeb qo'ygandek. Shunaqa his tuyg'u bo'lgan. O'shaning uchun ham yomon ko'rgan u inson keyin mushuklarni va mushuk bor joyda o'tira olmagan. Shunaqa bo'ladi fobiya. Fobiya odamlar o'ylaydi, men ham boshida o'ylagandim, voy bu namunchibdi qo'l qirsillatganga shuncha emotsiya. U qiz haqiqatdan o'tira olmasdi, hattoki xonasida o'tira olmay chiqib borib, sal o'ziga kelib, keyin kirib o'tira olardi va u hammadan iltimos qilar edi qirsillatmasligini qo'lini. Lekin mana oddiy qo'rquvlarimiz bu demak hayotimiz davomida orttirilib kelingan qo'rquvlar. Qo'rquv bu haqiqatdan ham bizning hayotimizga juda qattiq xalaqit beradigan his-tuyg'u. Chunki qo'rquv bizga oldiga ketishga yo'l bermaydi, rivojlanishga bermaydi. Bu qo'rquv har xil bo'lishi mumkin. Pul kelishidan qo'rquv, to'g'rimi? Yoki katta pullardan ham qo'rquv bo'ladi insonlarda. Shuning uchun ham biz hayotimizga kirgizmaymiz shunday katta pullarni. Chunki mana o'zingiz hozir bitta savol bermoqchiman. Agar sizda hozir qo'lingizda katta pul bo'lsa, aytaylik bu $1 million deylik, chemadanda deylik, klassический variant. Shu bilan mana bugun hozir mana bor qo'lingizda. Bugun qanaqa uxlarmidingiz siz o'zi? Nima qilardingiz umuman? Tasavvur qiling, mana keldi qo'lingizga shu pul. Kim kommentariy yoza olasizlarmi? Yozib borish mumkinmi sizlarda? Yozib bora olasizlarmi? Men prosta ko'rmayapman-da, qayerdan sizlarda yozsa bo'ladi. Yoki plus qo'yib bora olasizlarmi? Hozir yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa. Kommentariylar qayerda ekan buni? Xo'p. Shunaqa qilib haligi qo'rquv bizda demak pulga bo'lgan qo'rquv haqida gapirayotgandik. Tasavvur qiling, sizda o'sha 1 million chemadanda pul bor. Bu shunaqaki, hattoki siz bugun bilmayman nima, uxlolarmidingiz, uxlolmasmidingiz? Pamahать bo'lyapti, lekin kommentariyalari qayerda yozilar ekan, shuni bilmas ekanman. O'rganishim kerak ekan. Yaxshi. Hozirchalik shunaqa bo'la qolsin. Demak, siz shu pul bilan hattoki uxlolmaysiz.
Ochig'ini aytganda. To'g'rimi? Bu pullarni qaqqadir bervorgis keladi boshqa odamni uyiga saqlab turishga. O'zimizda shunaqa bo'lgan, bitta qarindoshim iltimos qilgan uyda rahmat, reaksiya berishyapti. Uyda o'zini pullarini ushlab tura olmagandan keyin sizda turib tursin shu pullarim degan. Lekin menda уже moliya tarafdan bilimlarim yetarli bo'lgani uchun bu borada man yo'q deganman. Sababi har bitta inson o'ziga kelgan pulga o'zi javobgarlikni olishi bilishi kerak. Ko'rishni boshladim kommentariyalaringlarni. Aha, sayohat qilardim, ilm olar edim. Aha, endi qarang, lekin men hozir mana bugunni aytyapman. Siz ilm olgunizcha, sayohat qilgunizcha bu pullar sizda turishi kerak, to'g'rimi? Mana endi qarang. Bu pullarni siz hozir mana chemadanda 1 million pulingiz bor. Bugun siz nimadir qilishingiz kerak shu bilan. Siz hattoki buni kimgadir aytishga ham qo'rqardingiz, to'g'rimi? Kimda yana qanaqa qo'rquvlar bor? Menimcha birinchi ehtiyojlarimdan kelib chiqib ishlatardim. Ishlatguncha bugun uxlolarmidingiz? Kimlarga aytardingiz? Yoki hattoki u pulni na uyga tashab ketishga qo'rqasiz, na ko'chaga olib chiqib yurishga. Shu chemadon pul bilan siz ko'chada yura olarmidingiz? Yoki birorta begona taksiga o'tira olarmidingiz? Darrov kimnidir yoki chaqirardingiz, to'g'rimi? Yoki o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lsa ham qayerda saqlay deya qo'rqsam kerak. Albatta, hattoki uxlamasidingiz bugun. Shunaqa qo'rquv bo'ladi insonda. Kimgadir aytarmidingiz? Mana kimga aytardingiz hozir sizda shu pulingiz borligini? Hattoki mana bitta dugonamda yaqinda qo'lida 15 ming dollar ushadi va u shunaqa darajada aytadiki, olib ketmadim hattoki bankdan uyga deyapti-da. Shunaqa darajada. Chunki eriga yetardi, to'g'ri, chunki erkak kishi himoya hisoblanadi va ularga ishonamiz saqlab turishini. Va shunaqa pul qo'rquvda biz ko'tarishga qo'rqamiz. Hatto bu 15 ming dollar bo'lsa ham u 1 million dollar emas hali. Hasadni vandir yo'q bilsam bo'ladi. Aha, endi qarang. Mana shunaqangi qo'rquvlar bo'ladi insonda. Biz pul kelganda uni ko'tarib yurishga ham qo'rqamiz. Bundan tashqari yana bizda qo'rquv bo'ladi. Bilasizmi, hattoki qo'rquv bo'ladi bizda hamma narsadan, hattoki mashina haydashdan ham qo'rquv bo'ladi. Tasavvur qiling, mana mashina yo'q paytida bor edi mashina, lekin haydolmas edim, qo'rquvim bor edi. Bu qanaqa qo'rquvlar edi? Yozib chiqqanimda qo'rquvlarimni, bu qo'rquv demak qanaqa edi? Odam urib yorsamchi, yoki o'sha mashinani urib olsamchi, yoki sizlarda yana qanaqa qo'rquvlaringlar bor? Aynan mashinaga aloqador, misol uchun. Kimdadir mashinasi bo'lib haydab turib ham qo'rquvlari bo'lishi mumkin. Kimlardadir mashinasi bo'lmaydi, sababi uni haqiqatdan qattiq qo'rquvlari bor. Mashinani keltirmaydi hayotiga. Chunki bizda ongimiz 100% deb olsak, aqlimizni 5%gina biz tushunadigan o'zimizning hozirgi aqlimiz bilan boshqariladi. Lekin uni 95%ni ong ostimiz boshqaradi. Hayotimizdagi hamma bor narsalarni bizani ong ostimiz bajaradi, boshqaradi. Ya'ni u keltirmaydi bizga xavfi bor bo'lgan narsalarni, qo'rquvlarimiz bo'lgan narsalarni, yo'q qo'y, mana shunisi tinch deydi-dek keltirmaydi. Tushunasizmi? Mashina olishdan qo'rquvim bor ekan, angladim. Albatta, bizda juda ko'pchiligimizdan bo'ladi. Men o'zim ham mashinam bo'lib turib haydolmaganimda, hattoki u mashinani berib yorardim-da, adamgami yoki shu nimadir qilsam-da turar edi, даже yuvmasdim, chang bosib yotar ediki, keyin uni bahona topib, sotib, uni o'rniga boshqa ish qilingan qurilishga o'xshab, shuning uchun undan qutulishga bahona topilardi. Keyin o'sha ishlaganimda
shu qo'rquvim bilan o'tirib, har bitta punktini yozib, nimadan qo'rqyapman, nima qilsam shu qo'rquvimni yengsa bo'ladi deb ishlab chiqqanman. Keyin ishoning, 1-2 oy ichida menga keyin mashina kelgan. Bu umuman pul topishingizga bog'liq emas. Pul yig'masdan turib, yoki qanaqadir yillar kutmasdan turib mashina hayotimga kirib kelgan. Shuning uchun buni yo'li bor, ishlasa bo'ladi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, shu texnikani qanaqa qilib qo'rquvlardan qutulish mumkin, qanaqa qilib qo'rquvga barham berish mumkin, shu texnikani bugun bo'lishmoqchi edim. Agar qiziq bo'lsa, bitta plus qo'yvarsanglar. Yangi qo'shilganlarga hammaligiga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Eshitilayotgan bo'lsa, plus qo'yvaringlar. Menga juda qiziq. Aha. Plus. Yaxshi. Rahmat. Javoblaringlar uchun rahmat. Bu qanaqa ishlanadi? Keling, shu mashina temasini ishlaymiz. Avvalambor, o'sha bitta qog'oz olib, ruchka olib yozish kerak bo'ladi. Mashina olsam, menga nimasi yomon? Ovoz zo'r, yaxshi, rahmat. Nimasi yomon? Nimasi yomon mashina haydasangiz? Boshida aytasiz, yo'q, menga yomon emas deysiz. Lekin o'ylab ko'ring. Siz mana tasavvur qiling, hozir ruldasiz, o'tirdingiz, haydashingiz kerak. Nimasi yomon? Yozing, nimasi yomon? Shu mashina haydasangiz, sizga nimasi yomon? Misol, siz mashinani urib oladigan bo'lsangiz, hop, mashinani urib olishdan qo'rqasiz. Nimasidan qo'rqasiz shu mashinani urib olishdan? Aytaylik, ko'p pul ketadi remontga, to'g'rimi? Yoki nima? Yozib oringlar, nimasi yomon agar siz mashina haydasangiz, nimasi yomon bo'lishi mumkin? Urib olishingiz mumkin, masalan, xarajatga tushishingiz mumkin, to'g'rimi? Yoki nima bo'lishi mumkin? Birovga zarar berib qo'yishingiz mumkin, to'g'rimi? O'zingiz xohlamagan holatda kimgadir zarar berib qo'yishingiz mumkin. Hattoki u kishi olamdan ham o'tib qolishi mumkin. O'zingiz xohlamadingiz, lekin yo'l ko'p, biz bilmaymiz ko'chaga chiqqanda. To'g'rimi? Yoki o'zingizga nimadir bo'lishi mumkin. Qattiq avariya bo'lsa, nimadir o'zingizga bo'lishi mumkin. Demak, bizning shunaqangi qattiq qo'rquvlarimiz bo'ladi-da. Odamlar gapi, xarajat bo'ladi deyman. Odamlar gapiradi, mana shu ham juda ham ajoyib qo'rquv-da. Boshqa odamlar gapirmasin deb, o'ta ikkita variant bo'lishi mumkin. Birinchisi ko'z tegadi deb. Shu ko'z tegmasin deb, bilasizmi, juda ham ko'p ishlatishadi odamlar. Voy, ko'z tegmasin, ko'z tegishidan qo'rqishadi. Ko'z tegishidan qo'rqish bu ham qo'rquvga kiradi-da aslida. Bu juda ham katta va ko'p tarqalgan qo'rquv. Odamlar gapiradi, ko'zi tegadi. Voy, ana boyib ketibdi deydi. Demak, agar siz boyib ketgan bo'lib ko'rinsangiz, ular sizga xavf. Ya'ni kimdir sizni uyingizga o'g'rilikka tushishi mumkin, sizga keyin urishi mumkin yoki qanaqadir jabr yetkazishi mumkin, oilangizga jabr yetkazishi mumkin. To'g'rimi? Farzandlaringizga. Ana shundan ham qo'rqamiz. Yoki yana shunaqa qo'rquv borki, bilasizmi? Hozir biz qo'rquv temasini o'tyapmiz. Yana boshqa temalar bo'yicha ham zapros kelyapti. Hisobga olaman, xudo xolasa keyingi efirlarimizga tushuntirib beraman. Yaxshi tema aytayotganingiz ham, nimaga erim ichadi, nimaga erim uradi, shuni ham tushuntirib berish. Lekin hozir qo'rquvni hal qilyapmiz. Endi qarang, bilasizmi yana qanaqa qo'rquv bor? O'zim birinchi haydasam-da mashinani, lekin misol uchun adam haydamagan bo'lsa hali shuni, yoki men nimadir yaxshiroq o'zimga kiysam-da, lekin hali shuni onam kiymagan bo'lsa, mana mashi ham katta qo'rquv hisoblanadi. To'g'rimi? Ayniqsa odamlarni gapidan ham qo'rqish. Nima deydi odamlar? Nima deydi? Mashina olibdi deydi. Qayerdan oldi, qaysi pulga oldi? Biz ba'zan o'sha pul ishlashga ham qo'rqamiz.
yaxshi pullarni hayotimizga olib kelishga. Va bularni mana ko'rdingiz, shuncha bloklarimiz bor, shuncha blok. Va shularni orasida keyin hayron bo'lamiz. Nimaga menga pul kelmayapti? Nimaga menga yaxshi hayot kelmayapti? Chunki biz oddiy odamlarning gapidan ham qo'rqamiz. Odamlar nima deydi va bu haqiqatdan ham juda ham katta qo'rquv hisoblanadi. Bizda Toshkent metrosi bor va Toshkent metrosida kim kirgan bo'lsa, katta qilib odamlar nima deydi deb yozib, chizib, chiroyli qilib nima qilib qo'yishgan, karikaturami nima deydi. Va haqiqatdan ham bu bizda aktual tema, odamlarning gapi. Xo'p, mana endi hamma qo'rquvlaringizni yozib chiqasiz. 5 tami, 10 tami, qancha punkt sizda chiqadi. Hattoki meni o'zimda shunaqa punkt chiqqanki, menga yoqmas ekan pravadagi rasmim. Ishonasizmi? Shu ham yoqmas ekan. Sababi endi biz ro'moldamiz-ku, rasmga tushgan payt yechib tushganmiz. Ana o'sha paytda sochlarim pachoq, xunuk bo'lib qolgan. Va o'shandagi tushgan rasmim menga yoqmas ekan. Va hattoki shu rasmim yoqmagani ham spiskaga tushgan. Va men yana yomon ko'radigan narsa bu mashinani yuvish ekan. O'sha yuvishni ham yoqtirmas ekanman. Sababi buni sababi bor aslida, bu kulgili tuyulishi mumkin kimgadir. Shunaqa ham qo'rquv bo'ladimi deb. Lekin aslida xohish menda nima bo'lgan, kichkinaligimda adamda o'sha mashinalari bo'lgan va uniki ichi kojani salon bo'lgan va uni yuvishim kerak bo'lgan. Menga yuvib qo'ygin derdilar-da, ichini yuvgin derdilar. Ichida kichkina mayda katay setkacha nimalar bo'lardi, mayda. Uni ichiga tiqilib qolar edi chang va oq bo'lib tozalasang ham turaverar edi ketmasdan. Ana o'shani men artardim, rosa harakat qilardim. Endi kichkina men mashinaning ichi menga katta tuyulardi va o'sha ketmagandan keyin adam kelganlarda, nima men bartganing qara oqarib yotibdi, ushib berganlar. Va shunda men bilaman, что demak mashinani yuvish menga yoqimsiz bo'lib qolgan o'sha paytda. Va men shuni xohlamas ekanman. Chunki bo'ladi-ku, shu xohish yomon ko'rar ekanman-da, xullas yuvishni. Va shu qo'rquvlaringizni spiskasini yozib chiqasiz. Mana endi nima qilamiz? Bu spiskani olamiz. Endi ikkinchi tarafiga, yoniga yoki boshqa bitta varaqqa olasiz deb 1 2 3 4 shu qo'rquvga yechim berishni boshlaysiz. Misol uchun qanaqa qilasiz? Misol uchun birinchisi boyaga aytgandek, avariya bo'lib qolsangiz, to'g'rimi? Mashinani avariya qilib xarajatga tushsangiz, ya'ni o'zingizga hech narsa qilmadi, lekin mashina pachoq bo'ldi. Sizga xarajatga tushdingiz. Mana shu vaziyatga yechim berish kerak bo'ladi. Realniy yechim. Xuddiki mana agar siz mashinada hozir mana shu narsa bo'ldi, nima qilar edingiz? Yechim berish kerak bo'ladi. Qanaqa qilib yechim bersa bo'ladi? Misol uchun, demak siz mashinaga o'tirdingiz, ras shunaqa holat bo'ldi. Birinchi yechim bu страховка, to'g'rimi? Bizda bor страховка обязательный deydi-ku, majburiy страховка bor va bor добровольный, o'zi xohlasa qiladigan страховка bor. Agar siz yangi водитель bo'lsangiz va sizni haqiqatdan ham mana shunaqa qo'rquvingiz kuchli bo'lsa, mashinani katta xarajatga tushiradi degan, unda yechim bo'la oladi o'sha добровольный страховка. To'g'ri, u где-то $200 atrofida ekan, lekin siz birinchi marta mashina haydayotganingizda yoki bir necha payt haydamay turib endi haydayotganingizda bu yechim bo'la oladi. Yaxshisi shu страховкani qildirib, zato xotirjam mashina haydashingiz mumkin. Demak, javobiga yozishingiz mumkin. Ras sizga agar mashinaga pul keldimi, imkon berildimi, demak, uni страховкasiga ham, chunki $100, $200 deganda vohmali bo'lmasin. Agar sizga mashinaga yo'l berdimi, xudoyim haydashga yetkazdimi, demak, uni страховкasiga ham pul yetkazadi. Shunga ishoning. 100% ishon. Keyin demak yozish mumkin. Men o'sha страховкani olaman, ichida ko'pgina punkt bor bo'ladi va men katta xarajatlardan shunda to'lay olaman. Va sizda yengillik bo'ladi, ishonasiz, chunki u страховкani o'qisangiz, rosa ko'pgina punktlari bor. Va shuncha punktda sizga ular yordam ko'rsatishadi. Keyingisi, masalan, o'sha holat bo'ldi.
Bizani qo'rquvni qanaqa qilib yenga olamiz? O'sha vaziyatdagi eng yomon holatga ko'nib olish. O'shaning uchun ham biz yozamiz eng qo'rqadigan narsalarimizni. Eng yomon holatga ko'nib olganingizda bizda qo'rquvni shayton keltirib chiqaradi, u vasvasaga soladi. Unaqa bo'lsa-chi, bunaqa bo'lsa-chi, biz hattoki hayotimizda hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydigan masalalarni yengishga, hal qilishga bir bilmayman 50% dan ortiq vaqtimizni, umrimizni, xayollarimizni sarflasak kerak. Unaqa bo'lsa-chi, bunaqa bo'lsa-chi vasvasaga soladi. Agar siz eng yomon variantiga ko'nib olsangiz, qo'yveradi. Chunki уже kurashadigan narsa qolmadi. Hal qilishga harakat qilasiz, boyagidek reja yozib chiqasiz, yechimini nima qilardingiz. Lekin agar yechim topa olmasangiz va oxirgi punktda ko'nib olasiz shunga. Ey Xudoyim, agar haqiqatdan ham men bilan shu vaziyat bo'lsa, sendan roziman. Boshida bu oson bo'lmasligi mumkin. Lekin haqiqatdan ham siz o'zingiz qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilib, ya'ni siz prava oldingiz, o'qidingiz, to'g'rimi? Bu sizni qo'lingizdan keladigan ish edi. Keyin siz misol uchun instruktor olgandirsiz, agar uverenniy bo'lmagan bo'lsangiz, instruktor oldingiz, tayyorlandingiz. Qoidalarni o'rgandingiz, ko'chaga chiqdingiz, mashinangizni sozligini убедиться qildingiz, ya'ni mashinangizni texnik tarafdan ko'rsatdingiz, hamma joyi joyida, tormozi ishlaydi, benzini bor ichida yoki gazi bor yoki zaryad qilingan, hammasi yetarli. Unga ham siz javobgarsiz, qaradingiz. Oddiy yana tahoratingizni qildingiz, bismillohni aytdingiz, o'tirdingiz mashinaga, to'g'rimi? Buni ham qildingiz. Mana endi o'tirgandan keyin yog'iga nima bo'lishiga siz javobgar bo'la olasizmi? Siz u yog'iga javobgar emassiz. Yog'iga уже Allohga tavakkal. Chunki biz hamma narsani bizdan emas, hammasi yaratgandan. Biz harakat qilamiz, biz to'g'ri bo'lishga, biz ham ataylabdan o'sha o'tirganingizda bir narsa bo'lsin demaysiz-ku, to'g'rimi? Sizning vazifangiz yaxshi niyat qilib, mashinangizni soz holatga keltirib, o'zingizni aqli hushingizni soz holatga keltirib, prava olib va o'shani haydashga chiqish. Bo'ldi. Yog'iga javobgar sizlar emas. Natija Allohdan. Shuning uchun biza faqatgina o'zimizga bog'liq bo'lgan narsanigina, o'zimizga bog'liq bo'lgan savollarnigina hal qilamiz. Undan yog'iga tavakkal qilamiz. Chunki natija Allohdan, siz natijani kutmang. Shuning uchun ham biz qo'rquvlarimiz spiskasini yozib olamiz va unga yechim berib boramiz. O'sha birinchi punkt aytganimdek, mashinangizni urib olgan bo'lsangiz, boyagi страховка yechim bo'lishi mumkin. Yoki sizga mashinaga berilgan pul, demak, o'sha xarajatlarga ham beriladi. Demak, o'shanaqa xarajatlar bo'lishiga ko'nib olish kerak. Avvalambor aytadi-ku, bu temir, hamma narsa o'zini sroklari bor, o'zini xarajati bor deydi. Siz tayyor bo'ling, oyiga shu $100 hech bo'lganda shu mashinangizga ishlatishga. Uni soz holatda ushlab turish uchun va har qanaqa kutilmagan vaziyatlar bo'lishi mumkin. O'shalarga baribir turish kerak, to'g'rimi? Shu pul. Niyat qiling, shu pul ham qo'shilib kelsin. Mashinaga qo'shilib kelsin. Bo'ldi, shuni ham yozib qo'yasiz. Demak, sizda enniy pulingiz yoningizda turadi. Xotirjam bo'lishingiz uchun. Yaxshi niyatda, lekin yaxshilikka ishlatib bo'laversin. Keyingisi, misol uchun siz kimnidir urib oldingiz. Bu juda ham qo'rqinchli aytayotganda tushunaman, lekin bu bor narsa, to'g'rimi? Biz qo'rqamiz. Endi xuddi yana boyagi vaziyat. Agar siz kimnidir shunaqa jabr berib qo'yishingiz kerak bo'lsa, siz xohlasangiz, xohlamasangiz, siz mashinadamisiz yoki mashinada emasmisiz, baribir shu vaziyatni tortib olishingiz mumkin. Lekin agar siz qo'rquvingizni hal qilmasangiz, biz qo'rqqan narsalarimizni magnitga o'xshab tortib olamiz. Shunaqangi magnit xislati bor insonda. Ayniqsa qo'rqqan narsasini hayotiga bir zumda tortib oladi. O'shaning uchun ham qo'rqish bilan ishlash juda ham muhim. Tasavvur qiling, shunaqa bo'ldi. Siz ataylabdan qilmadingiz. O'zingizni holatingiz ham yaxshi edi. Endi siz javob bering. Insonga umrni kim beradi?
Yaratuvchi beradi, to'g'rimi? Biz uni 1 minutini ham ko'paytira olmaymiz ham, kamaytira olmaymiz ham. Faqatgina baraka so'rashimiz mumkin, bir rizqimizga, umrimizga baraka berishi mumkin. Lekin umrni har bitta insonga yaratganni o'zi beradi. To'g'ri Alloh beradi. Va qanaqa qilib siz birovga umrini kamaytirib yoki qisqartirib qo'yishingiz mumkin? Mana sizga yechim. Agar shu insonni umri shu vaqtgacha bo'lgan bo'lsa, rizq nasibasi shu vaqtgacha bo'lgan bo'lsa, siz aytgan bahona bilanmi yo boshqa yo'l bilanmi baribir u ketadi. Demak, siz u insonni umriga javobgar emassiz. Siz boyaga aytgandek, o'zingizga javobgarligingiz bo'lgan narsalarni qila olasiz. Es-hushsiz joyida prava oldingiz, mashinangizni yaxshi qildingiz, benziningizni quydingiz va bismillahirrohmanirrohim deb yo'lga chiqdingiz, tahoratingizni qildingiz, duoyingizni qildingiz va yaxshi niyat qilib chiqdingiz. Uyog'iga siz javob bera olmaysiz nima bo'lishiga. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Даже oddiy mashinasiz ketayotganingizda ham, to'g'rimi? Shuning uchun hammani javobgarligini o'zingizga olmaysiz. Lekin shu vaziyatda hayotingizga nimaga tortib oldingiz? Boyaga qo'rquvingizni hal qilmaganingiz uchun bo'ladi. Lekin siz shu sinovdan, shu javobgarlikdan o'tib berishingiz kerak bo'lsa, baribir o'tib berasiz. Endi buni yechimiga nima deb yozsa bo'ladi? Buni yechimiga berishingiz mumkin xunini to'lash, to'g'rimi? Shunaqa yozilgan bizda dinimizda, agarda biz kimgadir o'zimiz xohlamasdan zarar yetkazib qo'ysak, unda biz shu insonga xunini to'lashimiz kerak bo'ladi, demak rozi qilishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa bo'lib qolsa. Endi buni ham bitta yechim sifatida yozsa bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, keyingi punkt o'sha men boya aytganimdek, mashina yuvishni xohlamasligim bo'lgan menda. To'g'ri, Allohga tavakkal. Shunaqa rostdan ham tavakkal qilish kerak bo'ladi, chunki hamma narsa bizdan emas. Keyingisi boshqa mashinani yuvmaslik. Men keyin o'yladim, qanaqa qilib yuvmasam bo'ladi. Birinchidan yuvib beradigan joylar bor, lekin ba'zan imkoniyat bo'ladi, ba'zan imkoniyat bo'lmaydi. Demak, ko'raman, agar yuvgim kelsa yuvaman, demak yuvgim kelmasa yuvmayman deganman. Lekin men o'sha kichkinaligimdagi nazarda mashinani yuvgim kelmaganligini o'ylagan ekanman. Keyin o'zimga yoqadigan mashina bo'lgandan keyin men u mashinani hozir shunaqangi maza qilib artib tozalab qo'yaman, o'zimga yoqadi. То есть bu savol ham hal bo'ldi. Yuvgisi kelmaydiganlarga o'sha ozgina hozir pul bersangiz yuvib beradigan joylar bor. Keyingisi menda o'sha pravamdagi rasmim ekan, yoqmas ekan menga, shunaqa yoqmas ekan. Keyin men yozdim unga javob. Boraman almashtiraman shu pravadagi rasmimni. Boraman nima qilaman deb surishtiraman deb almashtiraman rasmini deb o'yladim-da, yechim yozdim. Yana nima qo'rquvlar bor? Etilmaganlardan nima qo'rquvlar qoldi? Aynan mashina bilan bog'liq. Hozirgi etilganlardan tashqari. Keyin shunaqa qo'rquv chiqdi. O'zini nima holatda bo'lib qolishi, invalid bo'lib qolishi. Shunaqa qo'rquv ham bor ekan. Shunda yechim yozish kerak bo'lgan. Agar siz shu savoldan o'tib berish kerak bo'lsa, sendan roziman. Allohim, agarda haqiqatan shunaqa yotib qolishim kerak bo'lsa ham sendan roziman. Chunki bu haqiqatan неприятный vaziyat. Hech kim yotib qolishni xohlamaydi. Endi buni yotib qolishi ham psixosomatika yechimlari bo'ladi. Odam o'zidan o'zi qimirlamay yotib qolmaydi. Demak, undagi qaysidir o'y-fikrlar shu holatga olib kelgan. Demak, men yozdim. Demak, psixosomatikada shu yotib qolish bo'yicha o'shanga olib keladigan vaziyatlarni hal qilaman. Demak, o'sha narsa bo'lmasligi uchun. Ya'ni qo'rquv yengsa ketadi u narsa. Chunki insonning o'y-xayollari bu tanasidagi har xil kasalliklarni olib keladi, emotsiyalarini chiqarmasligi olib keladi. Agar siz emotsiyalaringizni chiqarayotgan bo'lsangiz, hayotga to'g'ri nazarda qarayotgan bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda ishlab tursangiz, sizni yotib qoladigan kasal qilmaydi. Tushunasizmi? Bu ham yechim, psixosomatika tarafdan ishlash yoki o'sha holatga rozi bo'lib olish. Eng oxiri biz yechim topamiz, harakat qilamiz va eng yomon variantga ham rozi bo'lib olamiz. Rozi bo'lganingizda kurashishga o'sha qolmaydi, qo'yib yuboradi.
bo'ldi, roziman, mayli agar shunaqa bo'lsa ham deb. Avariyani etdik, agarda siz ham o'zingizni mashinangizga ham boshqasini mashinasiga bo'lsa, unga yechimdan, demak, страховка qildirish bor, добровольный, o'zi xohishi bilan yaxshiroq страховка, yoki sizga mashinaga pul bergan, demak, uni bunaqangi holatlariga ham pul beradi. To'g'rimi? Keyin avariya qachon bo'lishi mumkin, bilasizmi? Sizni qayergadir chaqirishdi-da, borgis kelmayapti, lekin o'sha insonga yo'q deya olmayapsiz. Yo'q deya olmadingiz. Yoqtirmasdan xohlamasangiz ham o'tirdingiz mashinaga. Mana endi yo'lda ketayotganingizda siz o'sha yoqqa bormasligingiz uchun shu avariyaga o'xshagan holatni tortib olasiz. Chunki siz bormoqchi emas edingiz, yo'q degan deya olmadingiz, o'tirdingiz. Mana endi siz telefon qilib, men bora olmayman, men yo'lda shunaqa bo'lib qoldim desangiz, sizni tushunishadi. Tushunasizmi? O'shaning uchun ba'zan xohlamaganda, ba'zan emas, doim yo'q deya olish kerak. Yo'q deya olish kerak, chunki yo'q deganingizda bu sizni yomonsiz yoki endi sizni yomon ko'rib qolishadi degani emas. O'zi aslida yo'q deyish, bilasizmi, juda ham qiyin narsa. Hattoki toy bola nimasi bor-ku, o'yinchoq katta holdingini uchreditelyi. Men shularni podkastlarini eshitganimda, ular aytganlarki, men yo'q deyishni to'la 6 oy, to'la 9 oy o'rgandim deganlar. Shunaqangi biznesmen, shunaqangi boy, katta tajribaga ega inson yo'q deyishni shuncha oy o'ylagan. Shuncha oy o'rgangan yo'q deyishni, ekologik tarzda yo'q deyishni. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun betyoshat keraksiz paytda, keraksiz joyda bo'lish. Aslida keraksiz payt, keraksiz joy degan narsani o'zi bo'lmaydi. Bizani hayotimizga kirib kelgan har bitta inson va har bitta vaziyatni bizga dars berishga kelayotgan bo'ladi. Biz hech qachon kerak emas narsani tortib olmaymiz o'zimizga. Chunki bizda ong ostimiz bor. Ong ostimizni bizani ruhimiz, qalbimiz boshqaradi. Biz qalb orqali his qilishni boshlaymiz. Mana aytayotganimdek, his qiladi o'zi qalbingiz. O'sha yo'q degisi keladi, lekin yo'q deya olmaydi. Mayli deysiz, chiqasiz va yo'lda o'zingizga shunaqa vaziyatlar tortib olasiz, keyin oxirida lekin shu baribir sizga foyda keltiradi. Chunki sizga ko'tara olganingizdan ko'proq yuk berilmaydi. Har bir insonga o'zi ko'tara oladigan, o'zi hal qila oladigan yuk beriladi. Tasavvur qiling, mana agar bilasizmi, o'sha siz ko'tara oladigan ozgina ko'proq beriladi. Agar siz 5 kiloli tosh ko'tara olsangiz, mana har kuni 5 kiloli tosh ko'tara olasiz, sizni imkoniyatingiz 5 kilo. Demak, sizdagi qiyinchilik yukni ham 5 kilo deb tasavvur qilamiz. Bunda sizga 7 kilo, 6-7 kiloli tosh beriladi. Hech qachon sizga 15-20 kiloli tosh berilmaydi. Men hozir qiyinchilik nazarida aytayapman. Agar sizga o'sha salgina ko'tara oladiganingizdan salgina qiyinroq beradi. Nega? Rivojlanishingiz uchun. Agar bizaga komfort zonada o'tiraversak, biz oldinga keta olmaymiz. O'shaning uchun ozgina qo'shib beriladi, biz shu vaziyatdan chiqib ketishimiz uchun. Mana endi agar siz haqiqatan avariya tortib oldingizmi, bilingki, sizda kuch bor. Shu vaziyatni hal qilishga ham, shu konflikt situatsiyadan chiqa olishga ham, shuni moliyaviy tarafdan qoplashga ham, qachon sizga shunga loyiq pul keladi, qachon siz shu g'amga kirib ketmasangiz. Chunki muammoni bergan yechimni ham o'zi beradi. Demak, sizga shunga tayyorsiz. Hozir shu pul savolidan chiqib keta olasiz va bu sizni hayotingizda keyinchalik o'sishga olib keladi. Shu vaziyat sizga dars sifatida keladi. O'sha katta qarzi bor insonlar uchun ham bu, chunki bilasizmi, o'sha bekor berilmaydi. Demak, unda ichida shu muammoni hal qilishga yetarli kuchi bo'ladi. Bu hamma sohada to'g'ri keladi. Xo'p, mana endi keyingi punkt. Yana qanaqa qo'rquv qolib ketdi bizni etmaganimiz? Menimcha hamma turlarini etdik va eng oxirgisi, eng kuchligi, bilasizmi, biz nimadan qo'rqamiz? Biza eng kuchli qo'rquvimiz bu o'lishdan qo'rquv bo'ladi. Har bitta insonda bu narsa bo'ladi.
yoki o'zimiz yoki kimdir yaqinlarimiz qo'rqamiz shu narsadan. Va hozir bitta narsa aytaman, hayron qolmang, qo'rqishni bilasizmi? Qo'rquvni o'zi eng asli tegi xohlayapman degan bo'ladi. Nimagadir ham bizni shunaqa bo'ladi va bu qo'rqishni boshladingizmi, demak bu sizga signal bo'lsin, demak qayerdadir shu narsani xohlayotgan bo'lasiz. Va shuni yengish uchun bizda eng o'sha boyagi texnika bo'yicha nimaga o'zi bundan qo'rqamiz, aynan nimaga o'limdan qo'rqamiz? Sababi bilasizmi, bizga umrimiz qarzga berilgan bo'ladi. Biz taxminan 70-80 yil umr ko'ramiz. Taxminan aytyapman, kimdir 100 yil ko'rishi mumkin, kimdir 150 yil ko'rishi mumkin. Men endi hozirgi kunga qarab taxminiy o'rtacha hisobda aytdim. Demak, nimadan bo'ladiki, biz shu umrimiz davomida bizani mana qalb, ruhimiz bor, ruhimizning umri cheksiz. U beskонечный yashaydi, to'g'rimi? Kelamiz va vazifamizni bajarganimizdan keyin ketamiz, umri cheksiz. Lekin shaytonning umrichi, u bizani qalbimizni shu yashab turgan paytimizda egallab olishga faqat vaqti bor. O'zini yo'lidan yurg'izish uchun faqatgina shu 70-80 yil vaqt umri bor. Undan yog'iga uning umri yo'q. Demak, u ulgurib qolishi kerak bizani qalbimizni egallashga, o'zini tarafiga og'dirishga. To'g'rimi? Mana o'shaning uchun ham shayton o'limdan qo'rqadi. Chunki ulgurmay qoladi. Va har doim shunga o'xshagan vaziyatga kelganda, voydod, hozir hammamiz bu yerda halok bo'lamiz yoki qanaqadir kutilmagan vaziyatlar bo'lganda vahima bosadi sizni. Bu degani o'sha vasvasaga yaqinlashdingiz degani, vasvasaga uchrab qoldingiz degani va o'sha qo'rquvingiz bilan krючокка, ilmoqqa ilindingiz degani. Bunaqa vaziyatda mayli Allohim jonim ol, sen roziman. Shu yerda ham ishonch bildirish Allohga. Butunlay ishonch bildirish. Shunda eng qo'rqinchligiga biz rozi bo'lganimizda kurashishga, bizani ilishga ilmog'i qolmaydi. Va sizda ishoning ancha yengillashasiz, ancha qo'yvoradi bu qo'rquvlar. Bundan tashqari yana bizda bir nechta praktikalar bor, bir nechta meditatsiyalar bor, qo'rquv bilan ishlash, fobiya bilan ishlash yoki konsultatsiyalarda hal qilamiz bu savolni, chunki qo'rquv bu chuqur bo'ladi-da, har doim ham siz o'zingizni ichingizdagi qo'rquvingizni boyaga aytganimdek spiska qiling degandek chiqara olmaysiz. Hattoki o'shani yozishga ham qo'rqamiz, chiqarishga ham qo'rqamiz biz. Unaqa paytda albatta mutaxassis bilan konsultatsiyalarda ishlab olish sizga osonroq va yengilroq bo'ladi va oxirigacha yetkazib olasiz shu qo'rquvni. Lekin hozirgi bergan texnikam ham bu juda ham kuchli texnika, undan bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu texnika aslida pulli kurslarda olingan texnika, lekin bugungi efirimizda sizga foydali bo'lsin deb, siz ham o'sha qo'rquvlaringizdan ozod bo'ling deb shu texnikani beryapman. Bemalol foydalaning, manfaatli bo'lsin. Bundan tashqari bizda hozir o'sha katta kurs tayyorlangan. Uning ichida 8 ta darsligi bor. Ya'ni qanaqa darsliklar? Bu birinchisi o'sha inson o'zimizni o'rganamiz, ya'ni menni bizga transformatsiya qilamiz. Juda kerakli gaplar bo'layapti, rahmat. Aslida vaqt ajratib eshitayotganinglar uchun ham har biringizga rahmat. Bu meni endi bir ikkita efirlar berganman, unaqa ko'p efir bermaganman. Shuning uchun agar bu kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Sekin-sekin tajriba bilan o'rganib boramiz yog'ini, lekin manfaatli bo'layotgan bo'lsa xursandman. Demak, shu kursimiz qanaqa bo'lyapti? Birinchisi o'sha menni bizga aylantiramiz. Ya'ni biz ichida nima bor, uni o'sha kursda aytamiz va siz o'zingizdan boshlaysiz, o'zimizni tanishdan boshlaymiz. Ikkinchisi bu samootsenka. Samootsenkani yuqori bo'lishi ham, past bo'lishi ham bu nosog'lom samootsenka hisoblanadi. Bizda samootsenka sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni juda ham
kibrga belinib balonam bo'lib ketish kerak emas, yoki juda ham o'zimizda aybdorlik, uyat hislarini his qilib juda pastga ham tushib ketish kerak emas. Bizda normal holatda sog'lom bo'lish kerak. Ana o'shaning uchun samotsenkamizni sog'lomlashtiramiz. Uchinchisi, atrofdagi insonlar. Boya aytib o'tilgandek, bizning hayotimizdagi hech bitta vaziyat, hech bitta bir inson bekor kirib kelmaydi. Har bir insonni, har bir vaziyatni o'zini o'rni bo'ladi, bizga dars berish uchun keladi. Mana shuni biz chuqurroq o'rganamiz. Qaysi inson nimaga kelyapti, nimaga biz o'sha o'zimizga har xil qiyinchiliklarni tortib olamiz, shularni ko'rib chiqamiz. To'rtinchisi, ota-ona bilan munosabat. Nimaga ota-ona bilan ishlash kerak? Chunki bizani bilasizmi, 90% bloklarimiz, 90% qo'rquvlarimiz, ishonchsizliklarimiz bolalikdan kelib keladi. Chunki bizni 7-8 yoshgacha insonda, bolada butunlay his-tuyg'ulari ssenariysi shakllanadi. Ya'ni butun umrda keyin shu ssenariyni qaytarib xuddiki bir teatr bitta aktyorlar almashgandek. Sizda o'sha vaziyatlar qaytarilaveradi. Agar siz xafa bo'lishni o'rgangan bo'lsangiz, adangizdan, siz bundan keyin endi turmush o'rtog'ingizdan, farzandingizdan va nabirangizdan yoki boshqa erkaklardan xafa bo'ladigan vaziyatlarni chaqirib olaverasiz hayotingizga. Yoki shu eringiz uradi, yoki ichadi, yo boshqa bo'ladi. Chaqirib olaverasiz. Agarda misol uchun sizni adangiz ichardi, endi turmush o'rtog'ingiz hech qachon men ichadigan odamga tegmayman dedingiz, haqiqatdan ham ichmaydigan odamga tegdingiz, no endi eringiz sizda qarzdor. Vechna har doim qattandir qarzlari bor. Tushunasizmi? Xuddi o'sha his-tuyg'u, o'sha ichadigan adaga ham o'sha his-tuyg'u edi, qarzdor turmush o'rtoqqa ham xuddi shunaqa his-tuyg'u. Agar siz shunda ham hal qilmasangiz, endi bu farzandlarga o'tadi. Endi sizni farzandingiz yo igraman, yo qimorvoz, xuddi o'sha negativ his-tuyg'u, lekin e'tibor bering, borgan sari kattalashib boradi. Nega? Chunki biz tushunishimiz uchun. Mana shunaqa savollarni o'rganamiz. Keyingisi bizda finansiy, ya'ni pul, moliya temasi bo'ladi. Qarzdorlik, kredit yoki o'sha yetarli pul kelishi, bizga pul nimaga keladi, nimaga kelmaydi, qanday qilib hal qilish kerak bu savollarni, shuni ko'rib chiqamiz. Va undan keyingisi psixosomatika. Psixosomatika nima bu? Bu bizdagi 100% kasalliklar o'zi aslida bizning ongimizdan bo'ladi, aqlimizdan bo'ladi. Bizi o'ylaganimiz, o'sha his-tuyg'ularimizni chiqarmaganligimizdan bo'ladi. Qanaqadir boyaga aytilgandek pochka nimaga javob beradi? Pochka odam o'zini his-tuyg'usini eshitmay, nuqul boshqalarni o'ylab, boshqalarni his-tuyg'usiga podстраиваться qilishni bildiradi. Siz o'zingiz charchadingiz, o'tirgingiz kelyapti, lekin boshqa kimdir kelib qoldi. Keling, o'tiring. Vaholanki siz o'zingiz charchagansiz, sizni joyingiz shu. Yo'q, bunaqa insonlar juda ham boshqalarga mulozamat qilishi, juda ham boshqalarga yaxshi gaplar gapirishga o'rganib qolgan bo'ladi. Ular ham ataylabdan qilmaydi bu narsani, lekin ularda shu narsa shakllangan bo'ladi va bunaqa insonlar pochka bilan ko'p kasallanadi. Yoki agar inson yoshligidan g'azab tuyg'usini ko'p his qilgan bo'lsa, hadeb jahli chiqaveradigan bo'lsa, unda jigarga ta'sir qiladi bu narsa. Va jigar og'rigan insonlarda bilingki, demak ularda g'azab bor. G'azab, biz aytganimizdek, g'azab his-tuyg'usi bu shaxsiy chegarani buzilganligi. Ya'ni u o'z vaqtida o'sha yo'q deya olmaganligi, insonlarga o'zini nima edi, chegarasini buzishga qarshilik qila olmaganligi. Bularni hammasi o'sha jigarda g'azabga yig'ilib, g'azab bo'lib keladi. Va shunga o'xshagan kasalliklar ko'p. Misol uchun sahr desak, qandli diabet, bu aytaylik afsuslanish. Ya'ni o'tkazib yuborilgan imkoniyatlarni qo'lla olmagandan afsuslanish. Agar sizga o'sha kasalliklar temasi ham qiziq bo'lsa, yozsanglar, qanaqa kasalliklar qiziqtiradi sizni, javob berib boramiz. Bundan tashqari kasalliklar haqida juda ham ko'p ma'lumotlar Telegram kanalimda bor. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Bepul qo'yib qo'yilgan. O'sha tepalariga chiqsanglar
почти hamma kasalliklarni berib borganmiz. Nima sababdan bo'lishini, yechimini va qiziqtirgan o'sha kasalliklaringizga javob olsanglar bo'ladi. Qo'shilib olsanglar bo'ladi. Man Maryam Mahmudovada o'qiganmisiz deb yozishibdi. Ha, men boshida Maryam Mahmudovada o'qiganman, lekin men o'zimni Maryam Mahmudovani shogirdlari deb bilmayman. Boshida o'sha bitta kurs sotib olganman, o'qiganman. Qaysi kurs edi? Yangi menmi, shunaqa edi. Bir 5-6 ta darsini olganman va keyin bundan buyog'iga o'zimni boshqa ustozlarimda yana ham boshqa bilimlarni olganman, lekin Maryam Mahmudovani ham juda ham hurmat qilaman, juda kuchli ustozlar, lekin hammani o'zini yo'nalishi bo'ladi. Kimgadir masalan meni gaplarim to'g'ri kelmasligi mumkin umuman. Kimgadir maniki shundoq qolibdek tushishi mumkin-da, aynan shu aytilayotgan temalar uni yuragiga kirishi mumkin. Shuning uchun hammani o'zini ustozi bo'ladi. Hozirgi kunda meni ustozlarim boshqa insonlar va bu insonlarning bilimlarini men juda ko'p o'zi ustozlarim. Men har doim bilim olib yangi narsalarni o'rganishga harakat qilaman. Sababi inson to'xtab qolishi kerak emas deb o'ylayman. Keyingisi kursimiz o'sha pul temasidan keyingisi shu kasalliklarni, psixosomatikani tablitsa beraman. Tablitsadagi yechimlar beriladi. Va keyingisi rivojlanish, 8 ta dars bo'ladi. Rivojlanish, texnikalar beriladi, qanaqa qilib rivojlanadi, qanaqa qilib to'xtab qolmaslik kerak, nima qilsak biz oldinga ketamiz va bu texnikalarni beriladi. Ota-ona bilan ishlaganda ham juda katta kuch, energiya beradigan texnikalar beriladi. Kuchli meditatsiyalar bor. Ilk hujayra texnikalari, meditatsiyalari shu kursimizda jamlangan. Bu kursimizni yangi mana potokini inshaalloh sizlar bilan 15-mayda boshlash rejalashtirilgan. Kimda xohishi bo'lsa, shaxsiy lichkamga yozib yuborsanglar, o'sha qiziqayotganinglarni bu kursga sizlarga hozir chegirma narxda imkoniyat bor qo'shilishga. Narxi qimmat qilmaganman, ko'pchilikka qulay bo'lsin, imkon tug'ilsin o'qishga deb narxini 1.200.000 so'm deb belgilaganmiz. 100 mingmi 200 mingmi o'tkazib o'zingizni joyingizni egallasangiz bo'ladi. Sababi biz u yoqqa ko'p odam olmaymiz. Chunki kursda har bitta ishtirokchi bilan ishlashga imkon bo'lishi uchun. Ya'ni qanaqa ishlaymiz? U darsliklarni men tashab beraman, video darsliklarni tashab beraman. Sizda 2-3 kun vaqtingiz bo'ladi uni bajarishga, o'zingizga qulay vaqtda eshitib olishga. Darsliklar unaqa uzoq vaqt emas, soatlab emas. Bir 20-30 minutli uzog'i videolar tashab beriladi, audiolar tashab beriladi va meditatsiyalar tashab beriladi. Shularni eshitasiz, bajarasiz va haftada 2 marta, chorshanba va shanba kunlari soat 8 da uchrashuv qilamiz. 1,5 soat davom etadi bu uchrashuv va shu uchrashuvda savol-javoblar bilan boyagi berilgan temalarni mustahkamlab olamiz. Va yana o'zingizni o'sha shaxsiy savollaringizni, aynan sizga taalluqli bo'lgan savollarni hal qilamiz. Shuning uchun shoshiling, bu kursga o'rinlar soni chegaralangan. O'zingizni qiziqishingiz bo'lsa, xohishingiz bo'lsa, qo'shiling. Bu yerda juda aytganimdek, o'zimizdan boshlab to rivojlanishgacha bo'lgan kompleksni qilib tuzilgan bu kurs. Xohishi borlarni shu kursga taklif qilamiz. Bu efirda qatnashganinglar uchun rahmat. Birpasda vaqtim o'tibdi. Hammaga rahmat katta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Sabr deganda qanaqa? Sizga kelgan savollarni hammasini hal qilsa bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat hammaga.